Не, Timur. Ne, dollar oshsa oshsin, davleniya oshmasin. Ne jigar, meni bilasan, birovdan qarzim yo'q. O'zi umuman qarz olishni yomon ko'raman men. Qarz kimdandir olsam ham, sразу joyida hal qilganman. Bu yaxshi ish emas, родной. Давай, talgat oldiga o'tinglar. Давай. Nima bitta gap? Давай. Ha, bo'chi? Qarzim yo'q deb tashlayapsan. Uni 800 ming qarzing qachon berasan? So'mdami, dollardami, родной? So'mda? Necha shoshib turasan, so'mda ekan, родной. Uyimgacha kelish shart bo'las, mana domamgacha kelyapsan, родной. Xo'p, 1 million so'm bersam, qarzimdan qutulamanmi? Qutulasan. Men 200 ming qarz olib qolaman. Вот. Qachon berasan o'sha 200 mingni? Beraman, pul tushsin. O'sha pulni beringlar, oldin birovdan qarz so'raguncha 200 mingni joyiga qo'yib qo'y, родной. Давай, kutaman. Elton, to'xta, hozir yo'q pulga meni 200 ming qarz qilib qo'yapsanmi sen? O'zi ishlarim yurishmay turibdi. Родной, quloqqa tepmagin, hamma pul elektriklarda. Hozir sizlarni pichoqlaring kesadigan payt. Ya, elektrli ishim yaxshi edi. Kecha bitta klientga apparat o'rnatdim. Xo'sh. Brak chiqibdi. Xullas kalom, hozir telefon qilib to'laysan deyapti-da. O'shani dешевый shurvat atmedi deydi-yu. Sen o'shandan o'rnatgansan-da pulga uchib. Men hozir seni bitta joyga olib boraman. Mahsulotlarni o'sha yerdan olasan. Klientlaringni ham o'zing ham maza qilasan. Birinchi qo'l partiyada keladigan mahsulotlarga olib. Faqat qarzingdan kechasan, kelishdiga bo'chi. Davay. Ketdi. Jigar, mana senga aytgan joy. Sanasi elektrikmi? Qanaqasini senga qo'ysa SMS elektrik deysan. CNC elektrik. Ichkariga yur. Родной, ko'ryapsan-a, как раз elektriklar nimadan mazza qilayotganini. CNC elektrikdan narsa olishyapti. To'xtaligini ko'ryapsanmi? 2000 xilga yaqin mahsulotlar bor. Timurlar ham ashdan foydalanyapti, родной. O'zbekistonda 10 ta viloyatida dilerskiy do'konlari bor. Toshkentda o'zi katta 3 ta do'konlari bor, родной. Avtomatlarni koni ekan u-da. Конечно, bu avtomatdan keyin yana qush otib yurmaydi. Paq qilib. Sen buni o'ynayapsan, ish qilib tushunasanmi, родной? Bu anu balandtuk, pasttuklar to'g'rilab uylarga o'rnatiladi-da bu. O'tgan safar Ilgizga aytgandim-da, o'sha gapni senga aytaman. 10 yil garantiyasi bor, родной. 10 yil? Конечно. Sani miyendan ham ko'p garantiya berilgan. Bu ham sotiladimi? Родной, toming ketganmi, nima deyapsan? Buni sen tekinga yutib olishing mumkin. Mahsulot olasan, senga ball beriladi. O'sha ballni sen Telegram kanalida ham ko'rib yursang bo'ladi. Tushunyapsan-a? Har 5000 ballda senda yutib olish imkoniyati paydo bo'ladi. 10000 ball to'plasang, sen 2 marta o'sha yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasan. Yutalmaydigan bo'lsang ham boshqa mahsulotlar juda ko'p. Tekinga qimmatbaho sovrinlarni yutishing mumkin. Bu super priz Damas, tushunyapsan? Har 3 oyda Damas yutib olish imkoniyating paydo bo'ladi. Hozir sen mendan qancha qarz bo'lding? 6000 bag'dan yo'qdan $200. 6200 qachon berasan? Qachon berasan, родной? Yutib olay, gaplashamiz. Ashuna qilmanglar, qarzni ber to'lab qo'yinglar, keyin gaplashinglar. Ertaga Damas yutib olgandan keyin elektrikligini yig'ishtirib, kiraga o'tib ketmagin.